Bu videoni tadbirkor akalar ko'rsinlar. Men sizlarga birinchi qatorda joylashgan 3 sotuli yerimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imizda Qibray akalar, bu yog'imizda Mirzo Ulug'bek, Yangi O'zbekiston bog'idan shundoq bir qadam kelganimizda shu yerda 3 sotuli yerimizga bordik. Eng zo'ri birinchi qatorda joylashgan. Buni noturar qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, oldi fasadimizni 13,5 ichkariga 22,5 atrofida bo'pti. Bu yog'imizda akalar 3 xonali uy ham bor, remontlari sredniy holatda, vaqtincha yashab tursanglar bo'ladi akalar. Sotiladigan yerimiz mana mana shundan bo'linadi, lekin bu yoqda hammom, tualet, hojatxonalari bor, oshxonalari bor. Buni ham vaqtincha foydalanib tursanglar bo'ladi. Sentralniy kanalizatsiya, vodoprovod, suvli, gazli hammasi bor akalar. Xudo xolisa yana biri bor kelib o'zingizlar ko'rib olasizlar. Mana shu fundamentgacha joyimizga bo'tdi akalar. To'g'ri burchak holatda. Xo'p, narxini aytadigan bo'lsam 29 ming dollardan so'rashyapti. Xudo xolasa yana ozgina sunnatga o'tib beradigan joylari bor. Raqamlarimizni ham qoldiramiz, aloqaga chiqinglar va mana shunaqa birinchi qatordan 2-3 sotul yer qarab yurgan akalarga yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Mana birinchi qatorda bu yog'imizda Yangi O'zbekiston bog'i, Mirzo Ulug'bek, shundoq bir qadamdan keyin bu yog'imizda o'sha Do'rmon yo'li Qibrayga kirib ketadigan joyimiz.